Uka, Keling aka. oldinga bir iltimos bilan kelganidim. Qanday so'rashga ham xijolat bilan. Gapiring aka, shoshib turgandim. Ha. Bilasan, hozir jiyaningni mazasi bo'lmay shifoxonada yotgan edi. Shuni dori darmonlariga biroz pulim yetmay turgan edi. Shunga so'ramagan joyim qolmadi, to'g'risi ukam. Agar imkoning bo'lsa, Aka, menda to'g'risi hozirgi vaqtda sharoitim yo'q. Ro'zg'orda 3,5 yil yetkazib turibman aka. Imkoniyatim bo'lsa sizga qiziqamayman aka, to'g'risi. To'g'ri tushunasiz endi. Mayli ukam. Boshqasidan so'rab ko'rarman. Shunaqa qiling aka. Mayli, unda kelinga, jiyanlarimga salom aytgin. Xo'p, aka, xo'p. Bo'ldi aka. Aka men bor uzr lekin. Xo'p. Mansablarga pul zavoda. Bormi? Alo? Onasi? Ha. O'sha tilla magazinga borib turaversanmi? Ha, o'sha siz istagan brilliant ko'zli uzukni olib beraman. Ha. Bo'ldi. Bugun sizni maslahatingiz shu bo'ladi. Bo'pti, xo'p. Ha, keldingmi? Keldim aka. Nimaga chaqirtirganimni bilasan-a? Senga berilgan muddatdan bir hafta o'tib ketdi. Aka, yana 1-2 kun vaqt bering, iltimos, pulni qilib beraman. Mayli, senga yana 3 kun muddat beraman. Yoki aytilgan summani olib kelasan, yoki uyingni meni nomimga o'tkazdirib berasan. Aka, sharoitim Meni videolaring qiziqtirmaydi. Aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Kirmabsan-da, kir uyga. Yo'q, aka. Shu yerda gaplashaylik. Uyda gaplashamiz, yur. Yo'q, shoshib turibman aka. Oldingizga bir masalada kelgandim. Hop. Qanday aytsam ekan? Gap bir tinchlikmi? Bir do'stim bilan biznes boshlagani bir akadan pul olgandik. Biznesimiz o'xshamadi. Endi aka pulni 3 kun ichida qilib berasan deyapti. Yo pulni qilsang qilib ber, bo'lmasam uy joyini men nomga o'tkazib berasan deyapti. Shunga sizdan pul so'rab kelgandim. To'g'ri, menda ham katta miqdorda pulim yo'q, lekin Yo mayli aka, agar sharoitingiz bo'lsa deb kelgandim-da. shoshmay tur, hozir chiqaman. Xo'p. Uka. Hozir menda ham bunaqa katta pul yo'q, lekin ukam, buni ol. Mashinani sotganda to'g'ri, qarzlaringni hammasiga yetmas, lekin amallab turgin, shuni yana men harakat qilib, bunisidan pul topib beraman. Keyin oyini ham bu tilla taqinchoqlari bor edi. Uni ham sotamizda, qarzingni uzamiz. Xavotir olma. Agar shunga ham yetmaydigan bo'lsa, ukam, uyimni yarmini sotaman. Qarzing qancha bo'lsa, shuni uzamiz. Yo'q, ukam, aka, bu yo'q, ukam. Jim.
uy joy, tilla taqinchoqlar, mashina hammasi topiladi. Sen sog' bo'lsang bo'ldi. Menga sandiq ukani tug'ib beradigan ota-onamiz o'tib ketgan ekan. Sen o'zingni ehtiyot qilgin ekan. Bor. Shoshilginda qarzingni o'z. Yetmaganiga mana men turibman ukam. To'shakda bir ko'rpada yotib yonma-yon uxlayapmiz, axir dema begonalarmiz. To'shagimiz zamin bo'lsa, ko'rpamiz osmon. Yondoshlikni anglolmagan devonalarmiz. Bir to'shakda bir ko'rpada yotib yonma-yon uxlayapmiz, axir dema begonalarimiz. To'shagimiz zamin bo'lsa, ko'rpamiz osmon. Yondoshlikni anglolmagan devonalar.